Bismillah. Bir paytlar Yaponiyada bodring ta'mli Pepsi juda ham mashhur bo'lgan. Siz Pepsi'ni ta'mi noodatiy bo'lishi uchun unga nima qo'shib ichgan bo'lardingiz? Siz o'ylab turing, biz ungacha boshqalardan so'rab ko'ramiz. Mayonez qo'shib ichardim. Mayonez qo'shib, Piyoz qo'shib ichgan bo'lardim. piyoz, Bilmasam, qulpilab bo'lsa kerak. Qulpiladi. Nice. nimaga endi aynan piyoz? Chunki hamma ovqatga piyoz qo'shib ichaman, aka. Piyoz qo'shib yeysiz. Ha. Bu bizning mahsulotimiz. Faqat buni piyoz bilan ichmay qo'ydim. Pepsi o'zi shundaylidirki, unga hech nima qo'shish shart emas unga. Tuz solib ichib ko'rgan bo'lardim. Tuz prosta. Men sut qo'shib olganman. Eski arka suvdan chiqargan-da. O'shani qo'shishganda bezasa kerak. Bu paytda bormi deylasizlar? Ananas yoki apelsin. Ekzotik fruktlardan. Nice. Men uydalarga olib kelaman, qurit. Nima qilib? Pepsiga qurt qo'shib. Ha. Eksperiment sifatida. Bilmadim. Pepsi zo'r chiqqan lekin. Yaxshi. Bu bizning mahsulotimiz. Ichib ta'miga baho berasiz, energetik. 2 hours later. Tayyorlab demoqchimisiz? Xo'sh, siz Pepsiga nima qo'shib ichgan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib keting. Eng noodatiy yozilgan kommentariy uchun Pepsi Fergan tomonidan ajoyib sovg'alarimiz bor. Obuna bo'lib qo'yavering, biz ham bir gerda yuraylik.